Ularda yumurta ekan bu kechada. Tiniq qilib tozalab oldik. Bu mashinamiz tagini bit yotqizib tozalashimizdan maqsad qora kraska ko'rishimiz kerak, zavodskoy. Ya'ni mashina polniy qora bo'lyapti. Shuning uchun tagigacha yuvib tozalab, akkuratni qilib qora kraska urib olishimiz kerak tagiga. Xudo xolasa mana o'ta akkuratni tozalandi. Bu hali pash salondan chiqqanda mana oppoqqina bo'ldi. Xudo xolasa endi bu qora bo'lishi kerak. Shuning evaziga tozalab oldik. Tuzatib oling, qora qilamiz. Xudo xolasa tagi polni qora bo'ldi. Endi mana bu o'rtalari bo'lmaydi, o'zi zavodskoy deb bo'lmaydi mana. Oldi motorxonasigacha shukurka bo'lib tayyorlanganda prosta shunday gruntovka sifatida urib qo'ydik bunga. Bunga o'zini zarlisini sevamiz endi. Tagi qora bo'lyapti-da, ertaga urib chiqmaydi. Xudo xolasa sheriyoni ketyapti. Endi tushirib ichkari stoykalarda uramiz. Ustoz, yana nima ishlab boshlaysiz? Bu jentrami? Nima bu? Nimaga buni yarim oq, yarimi qora? Tomlislargacha buni zakrovkadan qo'parib tashlaganmisiz? Albatta. Nima bo'lyapti xudo xolasa bu? Kanalimiz a'zolari 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 Lacetti mashinasi o'ta tiniq turgani uchun proyektga olindi. YouTube'da ko'p muxlislarimiz video chiqarmay qo'ygani uchun xafa bo'lgani uchun xudo xolasa mana shu mashinani muxlislar uchun chiroyli qilib taqlab beramiz. Qaysidir muxlisimizga yoqsa narxini kelishib beramiz xudo xolasa. Bu proyektga noldan qilinadigan mashina. Formalarga alohida lekin respekt. Necha bu endi? Mana YouTube uchun alohida olingan mana YouTube. Orqada ham logolar bormi deyman? Albatta. Ayt. Xudo xolasa mashinamizga qaytsak ekan, bu mashinani noldan patrekt qilamiz xudo xolasa. Pakpret qilamiz, mana bu tomlisimizni olishimiz sababi ham tomlisimizni olib tashlaymiz, xudo xolasa. Bu radnoy tom, lekin o'zimizda ham qora lukli radnoy tomimiz bor. Bunga luk qo'yish maqsadida, ya'ni motorni 1.8 olib taylab, tiniq 1.6 avtomat korobka, motor korobka qilib qo'yibmiz. Salon qismlarini ham polni jentra ko'rinishi jentra bo'ladi, xudo xolasa. Bu mashina menimcha radnoy mashina edi-ku. Bu radnoy mashina bitta zadniy krilosida oldingi holatida kraskasi bo'lgan, qolgan joy toza. Mana salonlarni ko'rsatsangiz o'zi saqlangan mashina bilinadi. Hozirgi 2023-yil jentralari bunday holatda turmagan. Shuning uchun tiniqlik uchun olingan. Xo'p, bu mashina shunda patprek bo'lgandan keyin noldan даже bolt gaykasigacha yangi bo'ladi. Hammasigacha yangi bo'lib, tiniq holatga olib keladi. Polni shumizlyatsiya, pronik plyonka, keramika, tonirovka hammasi ruxsat bo'ladi. Diska, balon, ko'rinish 2023 deb beradi. Mashinani holati lekin texpasportda 13 bo'ladi. 1.6 chist avtomat dokumentalni qilib beramiz. Shunda hozir polyorovka, keramika, broneplyonkaning o'zi даже $3000 bormi? Albatta, $2000 broneplyonkaning eng qimmatini olib qo'yganmiz. Akalam, bu mashina nerealniy proyekt xudo xolasa. Kuzatib turasizlar akalam. Kanalga обязательно muxlislar uchun ideal holatda chiroyli qilib beramiz. Mashinamiz xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin sotiladi. Qiziquvchilar bo'lsa hozirdan ham pul tikib qo'yishi mumkin. Xohlovchilar uchun. Olamasa ko'rib olaman degan bo'lsa, mashina bitgandan keyin ham akkuratni holatda chiroyli qilib beramiz. Bu haliga 15-20 ming dollarlik mashina bo'lmaydi. Dekkonlar bor, patolog 7 ming, 8 ming dollarlik mashina bo'ladi. Shuncha pul tikaman, shu 7 ming, 8 mingga turg'izsa bo'ladimi shu mashina? Bo'lsa, broni plonkalari bilan bu mashinamiz 8 ming dollarga boradi. Avtomat diska, pakoylar, polni jentra. Даже salongacha xudo xolasa. Salongacha jentra bo'ladi. Tablolar terilgan, обязательно обшивkalar hammasi salonlarigacha ideal holatda qilib beramiz. Har doimgidek muxlislarimiz uchun. Xudo xolasa bu mashinani chiqishini nima qilish kerak kuzatish uchun? Albatta bizga podpiska bo'lib qo'yib, yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun like bosib qo'ysangiz, mana shu videomiz ko'proq tarqalib, shunaqa mashina izlab yurganlar uchun proyektga akkuratni mashina bo'lib chiqadi. Xudo xolasa akalarim, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga shunaqa tayyor mashina kerak bo'layotgan bo'lsa, videoni обязательно o'sha odamga jo'natib qo'yish kerak. Xo'p, xizmatlar bo'yicha 24 ga 7, 7 ga 24 aloqada. Avarenni, pachoq, yonib ketgan mashina bo'yicha O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Siz Jalolovda servis kanalini kuzatyapsiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana Lacetti'mizga o'sha radnoy tom qo'yyapmiz. Ya'ni Lacetti'ni luksus mashinani, luksus mexanikalar yoki luksus avtomat mashinalarga luk qo'yish qanchaga tushadi? Mana shu radnoy tomimiz $200 turadi. Qora bo'lsa qora, oq bo'lsa oq $200 turadi. Lukimiz $400 dan $700 gacha lukning narxi.
Endi standart qo'yaverasiz. Mehnat haqqimiz 200 dollar qo'yib berish bo'ladi. Demak, Lassettini o'rtacha hisobda, ya'ni Gentrani tomini mexanikani lukli qilishga qancha xarajat ketadi deganlarga 200 dollar mehnati, 200 dollar tom 400 dollar. Endi lukni qanaqasini olishingizga bog'liq. 400 dollardan olsangiz 800 dollarga tushadi, 600 dollar, 500 dollardan olsangiz 900 dollar, 1000 dollar shu atrofga tushadi. Biz kuzatib oling, xudo xolasa bu mashinamiz pashti. Hozir luk qo'yish, ya'ni tom les qo'yish jarayonidamiz. Oldinlarni kraska qilib, o'sha motorlarni tiqishga tayyorlab qo'ydik. Asta, avluqma. Platni o'tirsin, ko'p qo'zg'atmang lekin. Oldinroqqa kesin, ozgina. Oldinga kesin. Asta, ko'p qimilib. Aha. Okey, pavat topinglar. Gentra bo'layotgan mashinamiz ish jarayoni ketyapti. Mana shu eshigimizda ozgina defeksiyasi bor. Mana shu eshigimizda shu joyginasi defekt bo'ladi. Bir qarsh shpaglovka bo'ladi. Ya'ni spotter mana apparatimizda to'g'rilanib, bu ham nomiga shpaglovka bo'ladi. Mana bu joyimizda bor. Xolos. Qolgan joyda suyagida yo'q. Orqa bagaj boshqa qo'yib yuboramiz. Bu orqa zadni kirolamiz. Tiniq orqa eshigimiz zo'r tiniq eshik turibdi, radnoy. Xo'p, mana bu oldi eshigimiz ham tiniq turibdi. Shpaglovka hech narsa yo'q, radnoy. Faqat ana shu ikkita eshigida bir qarsh joyida pitna shpaglovka bo'ladi xolos. Tomlari ustanobka bo'lib, o'sha oldi xadovoychaslarigacha ter tashlandi. Mana oldi xadovoychasi ham polni pashti yangi amortizatorlar yangi bo'ldi. Endi mana vilkalarida sharovoy-parovoylarni birdan yangi qo'yib, granatalargacha tiniq qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Ish jarayoni ketyapti. Mashinamiz xudo xolasa kirlolar qo'yib, kapotlar yangi qo'ydik. Podgumka bo'lyapti. Yok yok tamam. Asik tetmon qarang, yordam ber. Sadar yordam ber. Xudo xolasa bir olti motorimiz qilyapti. Mashinamizni olib kelaveringlar. Gel.
Elektroboronni chagini chiqarib nima qilyapsan hamma joyga sachib kelib? Xudo xohlasa shogirdlar elektroboronnisini teryapti. Motor tiqildi, endi elektroboron. O'zasimi? Mana shu yerdan beraman. Ters kelgan ekan. Ha. Hani? Bo'ldi. Xohlasa, Lacetti Gentra bo'layotgan avtomashinamiz, ya'ni polni noldagi yig'laydigan Gentramiz. O'sha old orqalar bo'ylarini qo'yib oldik. Polni shumazatsiyasi bo'ldi mana. Torpedalarigacha, luklarigacha uстановка bo'ldi. Endi torpeda mayda judana joylari qo'yilyapti. Sekin-sekin detallarimiz yig'ilyapti. Kanalimiz a'zolari, xudo xolasa mana bu Lacetti Gentra bo'layotgan, ya'ni Preikdan noldan yig'adigan mashinamizga hozir krugom yangi zapchastlar olib kelganmiz. Old orqalar bo'ylargacha uстановка qilib bo'ldik. Endi polni yangi narsalar bilan tanishtirib o'tamiz. Bironta eski narsa qo'yilmayapti mashinaga, hamma narsa yangi olib kelingan. Amerikanka fara, Optra stop tiniqlaridan mayda juda narsalari bor. Vozdухni bachoklar, tipa pastki musor bachoklarigacha mana bular orqa bagajni numerasi shinasi, stoykalar glansiy mana yaltiroq o'zi qimmatidan nima korobkasi bilan eng qimmatidan olingan. Hamma narsa original sifatli narsalar qo'yilyapti. Xudo xolasa original kolonkalar, eshik kolonkalari. Mana shu kolonkani o'zi $50 turadi. Mana bu kolonkamiz $70 turadi. Pionermi, Kenwoodmi originali bu ham. Mana Kenwood original kolonkalar qo'yilyapti. Xudo xolasa moylarigacha mana moy, filtr, hamma narsa tormozdan jetkiz, korobka yog'i, plus mana obshivkalardagi 3-pozitsiya, ya'ni avtomat o'zimizda chiqadigan Gentralardagi salonigacha Gentra salon bo'lyapti. Bu komplekt bu. Krugom komplekt narsa olingan. Eshik rezinkalari, stoyka, ya'ni stoyka rezinkalari, yangi chexol, orqa bagaj chexoli ichkarisi, ya'ni. Hop, podkirnikilar, hamma narsa xudo xolasa mashinaga umuman eski narsa qo'ymayapmiz. Chunki praktika qilingandan keyin hamma narsani original, idealni chiroyli holatda qilib chiqishimiz uchun hammasini qo'yish jarayonlarigacha ko'rsatib boramiz. Hozir bu yerda bir ko'rsatib qo'yib, prosta ertaga boshqa narsa qo'yib yuborish emas, xuddi mana shu narsalarni hammasini original shu mashinaga olib kelingan. Xudo xolasa yig'ib, chiroyli qilib ideal holatga obunachlarimiz uchun sotiladigan mashina qilyapmiz. Xudo xolasa noldan proyekt qilinyapti. Hamma narsa yangi qo'yilyapti. Biz kuzatib boring. Siz Jalolov servis kanalini kuzatyapsiz. Xudo xolasa proyektdagi Gentramizni shogirdlarimiz bamperlarni qo'yyapti. Mana soat kechasi 10 bo'lyapti. Hali shogirdlar ishlayapti. Mana bakovoynalar qotiryapti. Jarayoni ketyapti. Xudo xolasa. Kichkina shogirdimiz eshik rezinlarni qo'yyapti. Xudo xolasa moylari ham mana yangi moy solindi. Glazokchalarimiz elektrik bollar qo'yyapti. Elektrik bollarimiz polni elektroborondan qilyapti. Mana bular xudo xolasa akvaprintlarimiz yangi qo'yilyapti. Ish jarayoni ketyapti. Patologlargacha qora qilyapmiz. Xudo xolasa mashinani patologi ham qora bo'lib, salonda ichi polni qora bo'ladi. Sirti yu ichi qora bo'ladi, xudo xolasa. Shogirdlarimiz mana mayda ichida joyini to'g'rilayapti. Xolasa mana gidravlikalamizgacha yangi moy solinyapti. Kekis yog'lardan yaxshisidan qimmatini. Mashinaning hamma narsasi yangi bo'lyapti. Xolasa signallarimiz ham polni yechib yangilayapmiz. Mana gubkalarni yangi olib kelib, o'ziniki bo'linib yotibdi. Ertilib yotdi. Xudo xolasa mana ikkita signalimiz ham suyangichi, o'tirg'ichi yaxshi. Suyangichiga yangi olib qo'yyapmiz. Bir-biriga urg'izib, mashina urg'izaman deyaptilar. Traktor. Ikkitasini bir-biriga tegizib shogirdlar. Yurdik. Yurgan ular. Normallik sizlar. Biz teringlar chiroyli. Nima deyapti? Stopcha xudo xolasa mana ikkinchi stopimiz ham yangi ochilyapti.
Xudo xolasa Lacetti Gentra bo'layotgan avtomashinamiz polni polirovka bo'lyapti mana shu tomoni. Bir sloy bo'ldi. Endi ikkinchi sloyni yutamiz. Biroz qancha tiniqligini. Zarchalari ham juda chiroyli. Hali birinchi sloyda shunday. Xudo xolasa ikkinchi sloyni yutsak juda chiroyli bo'ladi. Diskalariga avtomat diska qo'yapmiz mana. Qani, nima qilyapsizlar buni? Salon laminatsiyasi bo'lyapti. Bu qaysi bu Lacetti Gentra bo'layotganga? O'zi mana ular ham yangi. Yana ham salon laminatsiya bo'lyapti, shtobi qirilib ketmasligi uchun. Xudo xolasa Gentrachamiz o'ta akkuratni, o'ta idealni holatda chiqadi. Salon laminatsiyalarigacha, burun plyonkaga bo'lyapti. Stolning yonboshigacha sariq bo'lyapti. Yo'q, parasigacha sariq bo'lyapti. Yo'q. Va, boshqacha bo'lib chiqyapti ekan. Endi kraska vahshimdan boshqacha. Polirovkaga alohida rangchani 8 qo'ymasalar bo'lmaydi. Albatta, men tiniqligini qarang, tiniqligini zarchalarni ko'rinishini. Xudo xolasa shogirdlarimiz orqa bufetlarni qo'yyapti. Aha. Chiroyli qilib, burun plyonka tortamiz usta. Hali bironi ham bo'ladimi bu? Orada обязательно burun plyonka bo'ladi, xudo xolasa. Bironi plyonka bo'lsa, vobshe chizilmaydi, qirilmaydi degan u. Xudo xolasa u jarayonlarni ham video qilamiz. Tirachamizga qani yongan faralarini, to'mankalarni qo'y. Qo'y. Chotki. Faralar ulandi, to'mankalar hamma narsa yonyapti. Zo'r. Xudo xolasa oldi bironi plyonka bo'lyapti, ya'ni proyektdagi Lacetti Gentra bo'layotgan avtomashinamiz. Oldini bironi plyonka qilyapmiz. Orqalari, tomlar, yonboshlari keramika polirovka bilan, xudo xolasa polirovka apparatlar bilan o'tyapmiz. Polirovkadan keyin keramika bilan. Oldi asosan tosh tiyib, rang o'chib ketadigan joylarni bironi plyonka qilamiz. Jarayonni kuzatib boring, mana chiroyli qilib shogirdlar bironi qilyapti. Bironini yaxshisini qilyapsanmi ish qilib? O'zini-o'zi vastanavit qiladigan 5 yil garantiyasi borini qilib beryapmiz, xudo xolasa. Idealni holatda bo'ladi. Harakatini yangi ishlatishadi. Harakatini yangi ishlatishadi ekan, qilib chizmaslik uchun. Albatta, o'zini solashni ishlatadi. Voy, bu vaqtdan qo'yib. Bo'lsa, jo'rlayapti. Qora mashinaga hamma narsasini qora qilyapsiz. Mana tutordi dada. Вот так. Hamma joy qora bo'lib ketyapti mashinada. Zarini qarang, zar ko'rinyapti. Qarashadi zar. Bo'ldi. Yo'q. O'sha Gentra tayyor bo'ldimi? Albatta. Haqiqatan 15-16 ming emas, 6-7 mingga tayyor bo'ldi. Albatta, biz aytamiz, bajaramiz. Ko'rsatamizmi? Marhamat. Voy, qoraligini qarang buni. Nima deyapti bu? Agar ko'pchilikda savdoda bo'lishi mumkin, biz 10 ming, 15 ming dollarga bunaqa Gentra tayyorlayapmiz. Lekin siz 6-7 mingga qanday bunaqa tayyorlab chiqarasiz degan savol bo'lsa. Bu savolga bu javob berib ketamiz. Albatta, bu mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 rangi oq edi. Boshqa videolar ko'rgan bo'lsangiz, bu mashinamiz bordik, egasi sotaman debdi. Borsak o'sha xuddi mana proyektga tashlagan bo'lgan mashinani, lekin xarajatlarni hisob-kitoblab berganda egasini qurbi yetmasdan bizga sotishga qaror qildi. Motor korobkasi yaxshi bo'lganligi uchun salon qismidagi narsalarni ham sotib olgan, haydovchilarni ham sotib olgan. Faqat kuzovga o'zi motor korobka bor edi xolos. Shuni biz 30 million so'mga oldik, mashinani suyagi o'ta tiniqligi uchun, plus motor korobkasi yaxshi deganligi uchun 30 million so'mga olganmiz. Shuni evaziga mashinamiz bizga 6-7 ming dollargacha bugun oraliqdagi narxlarga tayyor bo'ldi. Kapotda edi, haqiqatan o'sha 1.6. 1.6 egasi garantiya bergan, yog' yemasligiga, boshqa qilmasligiga. Endi haydovchilarni o'zlaringiz video davomida ko'rib olgan bo'lsa, kattalar uchun haydovchisi yangi, salon qism joyi yangi bo'ldi. Akalar, shuning uchun ko'p aytaman, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi shunaqa hamma bizlarda qilingan ishlar bitta boltigacha birorsa qo'yib olgan. Xo'p,
Endi yana bitta savol bo'ldi. Aha. Bu mashinani kuzoviga necha pul ketdi? Bu Ko'pchilikka qiziq, mashina Lacetti Gentra bo'lganda necha pul ketishi? Lacetti Gentra bo'lganda xuddi mana shunday proyekt asosida polni kraska bo'ladigan bo'lsa, usta haqidan tashqari $2000 ketadi. $2000 ketadi. Endi qolgani mana salon qismini, mana biron plyonka, umayda chudasini sizga topshiramiz, siz bilasiz bundan. Xudo bo'lsa, akalar bu mashinamizda oldi model fon biron plyonka bo'lgan. Oldi krilo, oldi kapot, ikkita faralari, to'rtta karankalar, xudo bo'lsa, biron plyonka qilingan. Biron plyonka oldi model narxi $300 dan $500 gacha bo'ladi. Fon kuzovimiz $1000 dan $1,500 gacha. Xo'p, salon laminatsiyalar qilingan. Pol salonda chiroyli Gentra muhitda yaratilgan. Akvabrendlari, magnitofonlari, xo'p, daraja abagelib sidinalarga qo'yilgan. Gentradan faqat kam joyi Yeli. Lekin обязательно xudosi 23 ta vidini beradi. Xo'p, bu mashinamizda hech qanday kamchilik ko'rmadim. Sababi bu mashinani ko'rdim boshdan o'zingiz noldan tayyorlab chiqdingiz. Boltigacha dadi. Lekin bitta kamchilik qolib ketdi. Qaysi kamchilik? Tonirovka. Berishini. Tonirovka ham qildirmoqchi edik. Mashinaning narxi ko'tarilib ketadi. Birinchidan уже 3 million qancha ekan tonirovka, ikkinchidan mashina oldi sotib bo'lgandan keyin tonirovkasi avtomatik bizga nomga yoziladi hozir. Mashinani oldi sotib olgandan keyin u odamga yana tonirovka uchib ketadi. Ya'ni qaytadan tonirovka olish kerak. Agar sotib olgan odam o'zi niyati bo'lsa bitta tonirovka qilib oladi. Oldi faqat shu ikkita oynaga mana bu oynasigacha solnizashta qilinib, qora alohida uzun bor, zakaz qildirib 1 million so'mga shu oynani o'zini yasab turganmiz. Hamma narsa zakaz asosida bo'lgan. Kraskasi-yu, Kraskasi o'zida ekan alohida tema bo'lgan. Akalar buni alohida videosini Instagramga faqat gapirmasdan chiroyli obzorni chiqaramiz yana. Xo'p, bu hozir to'liq ma'lumot berish uchun olinayotgan video bo'ladi. Xo'p, yana nima gaplarni soldi? Orqa yarmiga, oldi yarmi biron plyonka bo'lganligini evaziga orqalarga xoni keramikalarni xudosi ideal qilib qo'yganmiz. Xo'p, oldiga amerikanka, orqaga olib turib, oldiga olib turib, orqaga amerikankalar qo'ygan. Diska balonlari ham обязательно avtomatik qo'yilib, yangi balonlarda turibdi. Xo'p, bu mashinamizning narxi qiziq. Bu mashinamizning narxi, xudo xolasa, biz hamma hisob-kitobni qildik. O'zimizda $6,500 ga o'sha aylanib bo'ldi mashina. Xalq xursand bo'lish uchun mehnatimizdan tashqari xarajatini o'zi endi labs deganimiz uchun $6,700, $200 mana shu shogirdlar ishlaganimiz uchun shogirdlarga bir toqqa aylantirishga boramiz o'sha $200 pul uchun. Agar bersa, agar qiynalsa $6,500 olamiz. Agar bunaqa taklif har doim ham bo'lavermaydi. Shunaqa qop-qora 2023 yildan berayotgan Gentramiz $6,500. Xo'p, aka, biz bitta qizlarimizni tayyorlab chiqdik. Bu ikkinchi proyektimiz. Ikkita proyektda ham aytilgan, boshda ham aytilgan bitta xulosa obunachilar o'ziga payyorga qilinadi. Bu haqida bitta gapirib o'tdik. Obunachilarimiz mana shu mashinani ko'rib turganlaringizdek xohlagan mashinani qilib beramiz. Kommentariyaga yozib ketsa, kimga qanaqa mashina qilib berish kerak bo'lsa, albatta aytamiz. Tikodan tortib O'zbekiston ishlab chiqarilgan mashinalar hammasi endi Malibu Captiva qilbimiz yetmaydi hali. O'zimizda GM mashinalari birinchi xil mashinalar. Nexia, Tico, Damas, Gentra, Cobalt 10X gacha qilib bera olamiz. Proyekt uchun faqat obunachilar uchun. Tekinga proyekt qilib, tekinga bizni kuzatib boring. Kanalimizga yangi so'z obuna qo'ysangiz, xudo xolasa, tez kunlarda proyektni boshlab videosini chiqaramiz. Akalar, mana shu videoni kommentariyasida mashinani markasini belgilaymiz. Qaysi mashina ko'p ovoz yig'ayotgan bo'lsa, xudo xolasa o'sha mashinani xuddi shu holatda chiroyli qilib proyekt qilib, bo'lmay hamma xarajat qilinadi. Bunaqa oldi qochdi proyekt bo'lmaydi. Xudo xolasa shunaqa noldan proyekt bo'ladi. Xo'p, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yib, mashinani turini yozinglar akalar, biz xudo xolasa ideal chiroyli qilib xuddi shu holatda chiqaramiz. Endi o'zingiz bitta telefonni olib obzor qiling, salonni ichidan motorni ichini ko'rsating, o'zingiz sakta ko'rib turibdi. Xudo xolasa, mashinamiz ideal holatda tayyor bo'lgan. Har doim aytganimiz, mashina yig'ib chiqqandan keyin stig va zazorlar rul o'ynaydi. Mana yuqoridan kelishi faran uchigacha kirlo bilan bir xil. Xo'p, bu tomonimiz ham kelishi faran uchigacha. Buni rangiga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Zarchalari katta-katta, tuyomni qora buni quyoshga chiqarsangiz, quyoshda boshqacha yaltiraydi. Soyaga kirgizsangiz qop-qora bo'lib turadi mashina. Oldi zazorlariga e'tibor berib qo'yamiz. Xudo xolasa, mashinamiz ideal holatda tayyor bo'lgan. Mana balonchalarigacha yangi qo'yildi. Stig va zazorlarigacha e'tibor berilgan. Endi salon qismlariga bitta obzor qilib ketamiz. Salon qismlariga nima ishlar bo'lgan? Salon qismlariga, xo'p, plyonka yopishtirilgan обязательно mana shu qirilib chizilib ketmasligi uchun o'rtasiga alohida qora, ya'ni mana bu Gentra qilib, buni shu nima deydi, mana barxit joyini ham обязательно qora qilib, kojinli materialdan tikilgan. Xo'p, poligimiz qilingan, chexolimiz qilingan. Mana bu narsalarigacha laminat qilindi, sababi o'ta qirilib chizilib minganda tushganda mana bo'lmasligi uchun. Salon qismimizga kelamiz mana. Salon qismi o'ta ideal holatda 2020 Gentrani magnitofonlari, salon polni Gentra beradi. Mana tablosigacha terilgan, buni kaltini bitta olib kelgan. Xo'p, xudo xolasa patoloklarimizgacha mana qora bo'lgan. Hozir buni motorxonasining ichigacha ko'rsatamiz, orqa bagajning ichigacha xudo xolasa qaysi holatda bo'lganini ko'rsatamiz. Luklarimizgacha ishlaydi, hammasi ishlaydigan holatda yangi optira stoplar qo'yilgan, yozuvlarigacha orqalarimizni ham ko'ryapsiz, mana bulargacha yangi qo'yilgan. Metan gaz o'rnatilgan 4-pokoleniya. Xo'p, mashinamizning holati, hozir bagajimiz yopilmadi.
Ko'ryapsiz, mana o'zimizning aksimiz videoda aniq ko'rinyapti. Xudo xolasa motorni oching. O'sha ko'pchilikka qiziq bo'lgan 1.6 motor. 1.8 dan ko'ra, Gentra motordan ko'ra bu ancha aqlli motor. Buni haydaganlar biladi. Shuning uchun mana 1.6 bo'lgani uchun mana shu proyekt tanladik. Bundan keyin o'zingizlar qanaqa proyekt tanlash kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, xudo xolasa ideal holatda qilib beramiz. Bu mashinamiz hujjatida hech qanaqa muammosi yo'q. Hujjatiga keladigan bo'lsak, hujjatini texpasportigacha rangi oqidi, qora qilinadi mana. Xo'p, texpasportimiz ko'rsatamiz. Ko'ryapsiz, mana qora chorni yozilgan, plus tashqi ko'rinishi Gentra deb yozilgan mana. Alohida ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana kuzov nomer raqamlarini yozgan, tagidan tashqi ko'rinishi Gentra deb yozib qo'yibdi. Hujjatigacha to'g'ri mashinani, general davernis ham chiqadi mashinaga, xohlaganlarga oldi sotib qilib beramiz. Hujjatda hech qanaqa muammosi yo'q. Hamma tomon tayyor. Bitta kamchiligimiz bor. Hozir gazga mashinamiz yurmayroq turibdi, benzinda zo'r yuribdi, gazga salatkaz qilyapti. Bitta gazni kompyuterni xudo xolasa o'sha klient chiqquncha gazini ham uстановка qildirib qo'yamiz. Hammaga rahmat, o'zingiz kuzatib boring. Siz Jalolovda servis kanalini kuzatyapsiz.